Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 3-B sinfida xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 71 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirni maktab direktori Davlatyor Saparov ochib berdi. Kechada Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputati, Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Do'stlik medali sohibasi O'ringul Allaberganova ham ishtirok etdi. U o'z nutqida shunday tadbirlar yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutishini, bolalarning ma'naviy olami, estetik didi va vatanga bo'lgan muhabbatini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirda 3-B sinf o'quvchilari Muhammad Yusufning hayoti, bolaligi, ijod yo'li haqida tayyorlangan qisqacha ma'lumotlar bilan ishtirok etdi. Ular shoirning vatan, ona, o'zbegim, yurt kabi mavzulardagi mashhur she'rlarini yoddan ifodali tarzda aytib berdilar. Shuningdek, shoirning she'rlariga bastalangan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Tadbirda To'rtko'l tumani Ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiya xodimlari, jumladan Quvvatboy Kemalov ham ishtirok etib, o'quvchilarning mahoratini yuqori baholadi. U o'z fikrida tadbirning tashkilotchiligi, sahna madaniyati, bolalarning she'r yod olishdagi ishtiyoqi va ifodali chiqishlarini e'tirof etdi. Muhammad Yusuf tavalludining 71 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ushbu tadbir nafaqat shoirga hurmat ifodasi, balki yoshlarda milliy g'urur, ma'naviy yetuklik, ona tilimizga va adabiyotimizga bo'lgan muhabbatni mustahkamlovchi amaliy dars bo'ldi. Bunday tadbirlar maktablarda ma'naviy-ma'rifiy muhitni yanada boyitib, yoshlarni fidoyi, ezgu maqsadlar yo'lida yetuk inson qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.